Gruppalarda liderlarning xatosi. Birinchi navbat, gruppaga nimadir yoziladi, juma muborak. Hamma juma muborak tashlaydi. Agar juma muborak tashalmasa, hech kim gapirmaydigan ham gruppalar bor. Faqat ustoz yozadi, unga hech kim javob bermaydi. Endi savol, siz shogirdingizni harakatga olib kelmoqchisiz. Sizning o'zingiz gruppada harakatlanuvchi inson emassiz. Shogird sizdan nima o'rganadi? Hech narsa yozmaslikni o'rganadi, nopisandlikni o'rganadi. Ustozingiz, misol uchun deylik, ustozingiz yozdi. Bugun qizlar mahsulot keladi. Hamma o'zining mahsulotlarini olib ketishi kerak deyildi. Ya'ni ustoz, men jamoam bilan xudo xohlasa mahsulotlarni olib ketaman deb yozishingiz kerak. O'sha vaqtda shogird yozish kerakligini tushunadi va mahsulotni olib ketish kerakligini tushunadi. Biz nima qilamiz? Ustoz, men bora olmayman-da, mening narsamni taksiga chiqarib jo'natib yuboring deb aytamiz. Jo'natib yuboramiz va ketidan izlaymiz. Ustoz, ya'ni mening mahsulotim kelmadi. Ya'ni ustoz, taksiga pulim yo'q edi-da, hozir taksini pulini to'lab turing. Holbuki olgandan keyin men oldim deyishga ham yaramaydi. Da. Bu yerda endi ayb kimda? Ishchi bo'lyapsizmi, lidermi? Ishchi bo'lyapsiz-a? Ya'ni sizning aybingiz mahsulotni o'zing olib ket deya olmayapsiz. Yoki, o'zingning taksingni o'zing jo'nat, taksi kelib mendan olib ketsin demayapsiz. Hattoki taksini ham siz topib berishingiz kerak shogirdga. To'g'rimi? U taksi jo'natmoqchi, lekin taksini ham siz chaqirib pulini berib jo'natishingiz kerak. Yo'q, kechirasiz. Bu inson o'zi taksini o'zi jo'natib, o'zi kirgizib, ma'lumotlarni olib va ketishi kerak. Shu vaqtda siz ozroq bo'lsa ham 10 ta odam uchun ishlamaysiz. Negaki, bir kunda 10 ta odamga mahsulot chiqarib yuboradigan bo'lsangiz, har bittasiga 10 ta vaqtingiz, 10 minut vaqtingiz ketsa, o'sha 1,5 soat vaqtingiz yo'q deganimi? 1,5 soatning ichida 10 ta odamning vazifasini bajargandan keyin siz charchaysizmi? Abedgacha sizda ish unumdorligi yo'q. Nima uchun sizda ish unumdorligi yo'q? Negaki siz shogirdlarni o'rniga o'zingiz ishlayotganingizda. Bugundan boshlab hech kim uchun ishlamang. U insonning yuki qolsa qoldi 2 kun, 3-chi kuni o'zi keladimi qolsa? 3-chi kuni o'zi keladi, to'g'rimi? Shuning uchun bugundan boshlab kechirasan, qachon yuborasan taksingni deb telefon qilmang. Gruppaga yozing. Gruppaga qizlar, mahsulot keldi. O'zingizning mahsulotlaringizni o'zingiz olib ketinglar yoki taksiga o'zingiz aytib jo'natinglar. Men taksi topmayman deb yozinglar. Va mana shu joydagi insonlar gruppaga o'zimiz olib ketamiz deb siz qoldirishingiz kerak. Siz qoldirgan vaqtida keyin shogirdlar qoldiradi. Bo'lmasa siz nedavnasiz, ya'ni shogird nedavna, bechora ustoz 3 kun o'tib ketdi, 21 kun katalog yopish kerak yoki bir oyda sayohatni yutish kerak deb yana odamlarga mahsulotni tarqatish bilan ovvora bo'ladi. Yoqdimi? Nima qilayotgan ekan?